Ramazan yazmaları 4. bab Kur'an-ı Ramazan 6. bölüm Kur'an ve Ramazan 4. Peygamber aleyhisselamның Ramazan toğrısıdaki hadislerini birleştirgen asasda okuyduğun bolsaq, mundaq acayip bir neticege erişimiz. Ramazan ta'sir qilish doirasi ma'lum bir makon yoki ma'lum bir insonlar jamiyati bilanla cheklanib qolmaydigan olamshumul bir imkon. Hazrati payg'ambarning olamshumul bir imkon holatida tasavvur va taqdim qilgan Ramazonni yer yuzining ham yerda yoritilish maqsadiga mos holda yangidan tarbiyalanish safarvarligiga aylantirish u yoqda tursin. Yuragimiz, o'z insonlarimiz va o'z tuproqlarimizda bo'lsa-mu, yangidan tarbiyalanish safarvarligiga aylantirolmayapmiz. Vatanimizdagi ajnabiylar tarafidan Ramazonga qarshi har yili psixologiyalik urush taktikalar qo'llanilib ijro qilinayotgan suiqasdlar Ramazon o'z ichida saqlagan tangdishi yo'q yoshirun imkonlarni yerliklardan bakroq ajnabiylarning bilib yetganligini ko'rsatadi. Bu nimani ifodalaydi? Bu yerliklarning Ramazonning ichiga yoshiringan imkonlarni noit oz sondagi kishilarning foydalanayotganligining bisharti. Bu imkonlar faqat aqidaviy va diniy taraf bilan cheklanib qolmaydi. Bularga Ramazon elib kelgan ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlarni qo'shsangiz bo'ladi. Ramazon elib kelgan imkonlarni faqatla yarador imonlarning va xarobiga aylangan yuraklarning o'zini asliga keltirish uchun emas, axloqiy gumrohlikqa mubtalo bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tuzumlarning o'zini o'ngishib olish uchun foydalanishi mumkin. Buning uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan shart shaqirab etilib chiqayotgan Ramazon buliqini Qur'on shakllantirgan iqinga yuzlantirib, uni energiyaga aylantirish. Chunki Ramazondagi yoshirin imkonlardan Qur'onsiz holda to'liq foydalangan bo'lmaydi. Vahiy Allah bilan inson orasidagi dialogning Allohdan insonga yuzlangan qismini ko'rsatadi. Mundaqcha qilib aytganda, islom Allohga taslimiyatning hayotga aylangan shakli. Bu taslimiyat bu dunyoda silim, ya'ni tinchlik, oxiratda salomatlikni, ya'ni mangulik baxtni elib keladigan bir taslimiyat bo'lib, u inson engining eng tovlangan holatini ifodalaydigan mas'uliyat engi. Ya'ni taqvo ziminida qad ko'tarib turadi. Mas'uliyat tuyg'usining eng tuvanchiki insonning shaylarga eng yuqori pallasi Allohga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usini ko'rsatadi. Mas'uliyat engi insonning insonda insoniy holda amlilashtirilgan eng negizlik tarbiyalash harakatidir. Bu tarbiyalash harakatining nishoni oldi bilan tuvandan yuqori qarab bo'ladi. Ya'ni insondan Allohga tutashgan bir ong safari. Bu safarning eng oxirgi bekiti Allohga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi bo'ladi. Ana shu nuqtada tarbiyalanish harakati yuqoridan tuvanga Allohdan insonga yuzlangan yo'lni bo'ylab bu safar tamomlanadi. Tarbiyalanish safari yangi miroj va nuzul. Bu o'rlash va tushish Qur'onning Alloh bilan inson munosabatini tushundirganda eng
ko'p tilga oladigan uqumlardan biri bo'lgan zikrningmi haqiqatini ko'rsatadi. Qani, meni yod etinglar. Men sizlarni yod etay. Bu qo'sh yo'nalishlik aslash. Zikr bir qo'sh yo'nalishlik mislsiz tarbiyalanish safardan iborat. Tövendan yuqorga o'rlagan duo. Yuqordan tövanga oqqan ijobat. İnsandan Allohga yuksalgani ubudiyat. Allohdan insonga laylab tushgani rububiyat. İnsandan Allohga yuksalgani savol. Allohdan insonga tushgani javob. İnsandan Allohga o'rlagani ong. Allohdan insonga nazil bo'lgani vahiy. İnsandan Allohga o'rlagani ko'plik. Allohdan insonga tushgani bo'lsa vahdat, ya'ni birlikdir. Demak, vahiy inson uchun yaratilish maqsadiga mos tarbiyalanish uchun berilgan ilohiy bir loyiha. Mаңыдыған жаллық ayat болған insonning atrofini o'rab turgan tabiatmi bir ilohiy tarbiyaning mahsuli. Bu ilohiy loyihaning obyekti bo'lgan inson vahiyning yetakchiligida hayot binosining me'mori bo'ladi. Buni o'ziga bo'ysundirib berilgan tabiatdan foydalanib amalga oshirdi. İnsan ilahi kitapның əsri, hayatını şəkillendirgücü. Vahiyini eliş məsuliyyəti insana berilgan. Allah insan bilan sözləşdi. Adam ballarının tarixi Allah bilan insan dialogidan tərkib tapqan. İnsan Allah'ның bəndisi, yer yüzünün igis qılınğan. Ramazan Alemlerinin Rabbi bolgan Allah'tan alemlerge rahmet bolgan Hazreti Muhammed Aleyhisselam arqılıq bütün alemlerge insaniyetki kelgen vahiyinin içki dünyayimizni əslik keltirish ve qaytadan barpo qilish mavsumi emasmi?